5-iyul 2017-yil bir yigit o'zini kompyuterida Bangkokda joylashgan villasida o'tiribdi. U faqat Alfa 02 ism bilan taniqli. U multimillioner. U luxury hayotda yashaydi va qimmatbaho mashinalarni haydaydi. U Tailandda o'zini xavfsiz deb hisoblardi, lekin ishlab turgan joyda u uyini tagida qattiq urilishni eshitadi. Bir ayol o'zini Toyota Camry mashinasi bilan uni panjarasiga uriladi. U barcha ishlarni tashlab ko'chaga chiqadi va bu uni eng katta xatosi edi. Panjaraga urilgan odam Tailand politsiyasining ishchisi edi. FBR va UBN bu vaziyatni oylab kutishgan edi. 7 ta davlat boshqarmasi bu kunni kutib yashayotgan edi. Aynan bugun shu yil FBR Darknet qurolini qo'lga olganda. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Here kanalida. Videoga avans bilan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Ko'chada 21-asrning boshi. Darknet endi kuchayish paytlari. Anonimlik va maxfiylik va'dalari ko'p kishiga qiziq edi. Bitcoin paydo bo'lishi bilan esa yangi to'lov usullari paydo bo'lganda, bu usul bilan siz kimga, qancha va qachon pul tashlaganingizni hech kim bilmas edi. Jinoyatchilar o'z mahsulotlarini internetda sotish ancha oson bo'lib qoldi, chunki ularni na odamlar, na boshqalar topishi mumkin edi. Darknet paydo bo'lishi bilan davlat va jinoyatchilar o'rtasida katta urush boshlandi va u hali ham davom etmoqda. Silk Road Darknetdagi eng qadimli va eng kuchli dark magazinlaridan biri edi. Silk Road fevralning 2011-yildan ishlashni boshlagan edi va tez vaqt ichida mashhurlikka ega bo'lgan. 100 mingtadan ortiq klientlar u yerdan taqiqlangan narsalarni xarid qilishardi. Lekin atigi 2,5 yildan so'ng Silk Road moderatorini qo'lga olishadi va Silk Road yopiladi. Politsiya bu yo'l bilan bu ish qanchalik xatarligini ko'rsatmoqchi edi va Silk Road asoschisilarini umrbodga qamoqqa tiqib qo'yishdi. Lekin bu biznes juda ham foydali edi va qamoq jazosi odamlarni qo'rqitmas edi. Shuning uchun Silk Road yopilishi bilan tez vaqt ichida yangi web magazinlar ochiladi va hammasi birinchi o'ringa chiqishga harakat qilardi. Silk Road yopilgandan so'ng 35 kundan keyin Silk Road 2.0 paydo bo'ladi va yarim yildan so'ng u yana yopiladi. Dark webda magazinlar ochiladi, yopiladi, lekin Silk Roadga yetadigan raqobatchilar chiqmas edi. Lekin ozgina vaqtdan keyin Dark webda Evolution paydo bo'ladi. Evolutionning boshqalardan farqi, ularda garant sistemasi bor edi. Klientlar birinchi pulni saytga yuboradi. Keyin sotuvchi mahsulotni jo'natgandan keyin, klient mahsulotni qo'lga olgandan keyin aynan shu ishlardan keyin sotuvchiga pul yetib kelardi. Shu tufayli Evolution o'zida juda ham katta pul miqdori turardi va yarim yildan so'ng Evolution pullarni o'marishga qaror qiladi va o'yindan chiqishadi. 2015-yil Agora degan sayt paydo bo'ldi va odamlar uni Silk Road yetakchisi deyishadi. Lekin sayt asoschisi o'z xohishi bilan magazinni yopadi va qora biznesni tark etadi. Va shu hamma vaziyatdan keyin Dark webda yangi sayt paydo bo'ladi. Alphabay. 2014-yil iyulda Alfa 02 ism bilan taniqlangan odam Alphabay saytini yaratishga tushadi. Atagi 5 oydan so'ng uni platformasi ishga tushadi. Boshida Alphabay faqat o'g'irlangan kartalarni sotardi, lekin tez vaqt ichida u yerda ko'proq foyda olib keladigan narsalar sotishni boshlanadi. Narkotiklar, qurollar hamda qora pulingizni tozalab qonuniy qilib berish xizmati ham bor edi. Alphabayda sotish noqonuniy narsalar ham bor edi. Ularning ichiga yosh bolalar qo'shilgan narsalar, qamoqxonadan qochgan odamlar haqida ma'lumotlar va Rossiyadan o'g'irlangan kartalar nomerlari edi. Sayt oddiy bizni uzun market magazinimizga o'xshab ishlardi. Saytda qidirish filtri va kategoriyalar bor edi. To'lov usullari 3 ta edi: Bitcoin, Ethereum va Monero. Bu to'lov usullari pullarni kuzatish foizini 0 ga tushirardi. Hamda Alphabayda kripto mixer sistemasi ham bor edi. Klientlar tashagan pullarni mikser o'zgartirib, aralashtirib sotuvchilarga jo'natardi va bu xavfsizlik uchun juda ham zo'r narsa edi. Platforma yaxshi ishlab kelardi va boshqalarga qaraganda ancha qulayroq edi. 2016-yil Alphabayda 400 mingtadan ortiq odamlar noqonuniy narsalarni sotib olishardi va 40 mingtadan ko'proq sotuvchilar bor edi. 2017-yil Alphabay saytida 300 mingtadan ortiq mahsulotlar sotuvga qo'yilgan edi. Kunlik savdo esa $500,000 dan ko'proq edi. Alfa 02 har bir sotuvdan o'z protsentini ushlab qolardi, 2% dan 4% gacha va tez vaqt ichida multimillionerga aylanadi. Alphabay sayti ustida to'liq komanda ishlardi. Alfa 02 ning yordamchisi bor edi, Disney ismli va 1-2 ta moderatorlar. Ular sotuvchilar va klientlar orasidagi sporlarni hal qilishardi, hamda PR menejer.
U Alphabay saytining reklamasi bilan shug'ullanardi va o'z ishini juda ham zo'r qilardi. Alfa 02 ishdan tashqariga chiqishga qaror qildi va o'z ismini admin deb o'zgartiradi. Endi hamma ishlarni Disney boshqarardi. Alfa 02 ishdan chiqish paytida uni orqasidan davlat qiziqishni boshlaydi. Bu ismning orqasida kim turibdi? Va Alfa 02 orqasidan O boshlanadi va u oylab davom etadi. Amerika Qo'shma Shtat agentlari Alphabay serveri qayerda joylashganini topishmoqchi edi. Agar ular server qayerda joylashganini bilishganda, ular uni buzib kirib, saytni o'chirish mumkin edi yoki Alfa 02 ni kimligini aniqlashlari mumkin edi. Serverlar va moderatorlar har xil joylarda joylashgan edi. Ularni topish qiyinroq bo'lishi uchun. Shuning uchun agentlar saytni o'rganishni boshlashdi va anonim yo'llar bilan saytda narsalarni xarid qilishga tushishdi. Sotuvchilarning xatosini topish uchun, balki zakazda, paketlarda jo'natilgan davlat yoki pochta indekslari kiritilgandir. Sotuvchini qo'lga olish uchun. Lekin bu dengizdagi bir tomchi suvdek. Agentlar Alfa 02 ni qo'lga olishmoqchi edi. Lekin Alfa 02 juda ham yashirin edi va hech qanaqa izlar qoldirmas edi. Xuddi u agentlardan bir qadam oldin yurgandek va agentlar bo'ldi, biz bu o'yinni yutqazdik deyshadi. Va dekabr 2016-yil hammasi o'zgardi. Robert Miller Kaliforniya UBNda ishlardi va uni ishi narkotikka qarshi chiqish edi. U xonasida o'tirib Alphabayni o'rganib chiqayotgan edi va platformada registratsiyadan o'tgandan keyin uning telefoniga bir g'alati xabar keladi. Uning ichida Alphabaydan kelgan xat edi va u yerda jo'natuvchini pochtasi ham qoldirgan edi. Bu xato tez hal qilingan bo'lsa ham, internet hammasini eslab qoladi va eski informatsiyalardan pimpalex91@hotmail.com adresi skyrock.com saytida topiladi. U yerda Alexni 2008-yildagi rasmi chiqadi. Bu saytdan agentlar Alexni tanishish saytidagi postini topishadi. U yerda uni yashash shahri yozilgan edi. Troy Rivera. Bu Kanadadagi shahar edi. O'sha payt Alexning yoshi 17 da edi. Bu degani pochtadagi 91 soni bu Alexning tug'ilgan yili. Alphabayni asoslaganda Alex 22 yosh edi. Alfa 02 ismi boshqa saytlarda ham uchraydi. U forumda qanday qilib viruslarni o'chirish haqida aytib chiqqan edi. Pastida esa uni pochtasi va to'liq ismi bor edi. Alexander Kazas. Agentlar Alexni PayPal akkauntini topishadi. U yerda uni pochtasi bor edi. LinkedIn akkauntini topib, agentlar u dizayner bo'lib ishlashini aniqlashadi hamda uni o'z kompaniyasi borligini bilishadi. YBX Technology nomlik. Facebookdan Alexni xotinini topishadi. U tailandlik bo'lib chiqadi va kanadalik ham o'sha yerda yashashi aniq bo'ladi va agentlar Bangkokka yo'l olishadi. Tailand politsiyasi bilan FBR Alexga tegishli mulklarni topadi. Uni 3 ta villasi bo'ladi. Bittasi u xotini bilan yashash uchun, qolgan ikkitasi $3 million dan qimmat. U arendaga topshirardi. Hamda uni dam olish uchun Phuketda villasi ham bor edi va shu paytning o'zida Alex Kiprda ham villa sotib olayotgan edi. Alex multimillionerlarga o'xshab yashardi. U Bangkok yo'llarida o'zini Lamborghinisida yurardi. Agentlar uni orqasidan kuzatishni boshlashadi hamda uni iPhone'ni ham buzib kirishga harakat qilishadi. Alex chiroyli uyda ayoli bilan yashardi. Qolgan uylarda esa u har kuni qizlarni chaqirib dam olardi. FBR bu joyni bo'ydoqlar joyi deb nomlashadi. Alexning hayoti oddiy millionerlarning hayoti bilan bir xil edi, lekin Darknet quroliga o'xshab yashamas edi. Alex ertalab erta turardi, sport bilan shug'ullanardi, har kun ko'p ishlardi va yangi tillarni ham o'rganardi. Kechqurun esa xotini bilan restoranga ovqatlanishga chiqardi. 2017-yil iyunda Alexni qo'lga olishdan bir hafta oldin FBR agentlari 5 yulduzlik otelda Holdem kofe ichib o'tirishgan edi va otelning parkovkasiga Alex o'z Porsche Panamerasi bilan keladi. FBR nima qilishni bilmaydi. Ular yillab tuzgan planni Alex bilib qolgandi. Alex otelga kiradi va FBRdan 5 metr uzoqlikka o'tiradi. Alex otelga yig'ilish bo'lgani uchun kelgan edi va hech qanaqa FBR haqida bilmagandi. Shu payt hali hech kim bilmas edi. Atagi bir oydan keyin Alex vafot etishini. Alphabay dunyodagi eng katta Darknet magazini edi, lekin Yevropada uning konkurenti bor edi. Hansa. Yevropadagi politsiya xodimlari Hansa serverini qayda joylashganini topishadi va Niderlandda joylashgan serverga ular buzib kirishadi va hech kimga bildirmasdan ma'lumotlarni yig'ishni boshlashadi. Hansaning moderatorlari nemisligini aniqlashadi va ular hali ham Germaniyada yashayotganini bilib qolishadi. Gollandlar va nemislar birga bo'lib Hansani yopishmoqchi edi, lekin ular serverni ko'chirishadi. Sayt adminlari ularni orqasidan politsiya kuzatayotganini aniqlashadi va serverlarni almashtirishadi. Hamda politsiya chatlarda Bitcoin hamyonlarini topishadi va ularni orqasidan kuzatishni boshlashadi. Hamyonlar Gollandiyadagi kriptobankka tegishligida. Politsiya bank bilan aloqaga chiqadi.
bitcoinlar Litvaga ketayotganini bilishadi. Ular birlashib, serverlarni topib, buzib, yo'qotishga qaror qilishadi. Lekin FBR aloqaga chiqib, Alpha Bay'ni yo'q qilishimiz kerak deyshadi va bu missiyani Bayonet deb nomlashadi. Operatsiyani FBR va UBN boshqarib kelmoqda edi, hamda qo'shimcha 7 ta davlat ham bor edi. Operatsiyada Yevropol ham qatnashgan edi. FBR Alpha Bay'ni yo'q qilish kerak edi. Shu paytni o'zida gollandlar va nemislar Hansani yo'q qilish kerak edi. Chunki Alpha Bay yopilsa, sotuvchilar va klientlar Hansaga o'tib ketishadi. Agar politsiya Hansani buzib kirsa, ular minglab narkotik savdosi bilan shug'ullanayotgan odamlarni qo'lga olishi mumkin edi. Alex esa nima bo'layotganini bilmas edi. U o'z sportkarida Bangkokda yurardi, qimmat restoranlarda borib ovqatlanardi va o'z villalarida ayoliga xiyonat qilib yurgan edi. 20-iyul 2017-yil planning birinchi qismi boshlanadi. Litvada joylashgan serverlarni gollandiyalik politsiyalar qo'lga olishadi. Xuddi shu paytda Germaniya politsiya xodimlari Diki va Kyolinda Hansa moderatorlarni qo'lga olishadi. Moderatorlar ularni qo'lga olishgani haqida hech kimga aytisha olmasadi va Hansa platformasi Niderlandiya politsiyasidan boshqarilishga tushadi va bu haqida hech kimga aytishmaydi. 5-iyul 2017-yil Bangkok. Vaqt keldi. Alexni qo'lga olish uchun order tayyor. FBR, UBN va Tay politsiyasi uni qo'lga olishadi. Alpha 02 va nihoyat qamoqqa tushadi. 2,5 yildan so'ng kulrang Toyota Camry Alexni uyini yoniga keladi. Shina врезалась на свой Toyota Camry его ворот. Bu shovqinni eshitib, Alex uydan shoshilib, hech nimani sezmasdan chiqish kerak edi va bu juda ham muhim edi. Agar Alex chiqayotganda o'z kompyuterini bloklab qo'yganda, uni disklari va parollari shifrovka bo'lardi. Bu degani Alexni ayblash juda ham qiyin bo'lardi. Alex ko'chaga chiqqanda, o'sha payt uni orqasidan ikkita politsiya xodimi yugurib boradi. Alpha 02 uyga kirib ketmoqchi edi, kompyuterini o'chirish uchun, lekin uni qo'lga olishadi. Politsiya Alexni uyiga kiradi va notebookni qidirishadi. Spalnida uni notebooki yoqiq holatda bo'ladi va hech nima bloklanmagan edi. Operatsiya tugadi. Alpha 02 saytga kirib turgan edi va uni kompyuterini tekshirib, u yerda parollarni va serverlarni joylashuvini topishadi. Kanadalik Alexni holati 23 million dollardan ko'proq edi. Politsiya uni mashinasini, uylarini, atelini va minglab bitcoinlarni qo'lga kiritishadi. Alexni ayolini ham qora pullarni yuvishga yordam bergani uchun qo'lga olishadi. 12-iyul bir haftadan so'ng Alexander Kezisni o'lgan topishadi. Qamoqda u o'z jonini olgan edi. Darknet qiroli hayotni tark etadi. Alpha Bay'ni yopilishi haqida hech qayda chiqmaydi. Sayt o'z-o'zidan ishlashni to'xtatgan edi. Alpha Bay pullarni o'g'irlab ketgan yoki ularni buzib kirishgan, buni hech kim bilmas edi va minglab odamlar boshqa saytlarga o'tib ketishadi va ularning ichiga Hansa ham kiradi. 4 hafta ichida Gollandiya politsiyasi minglab jinoyatchilarni orqasidan kuzatishadi va 20-iyul 2017-yil Hansa magazini mutlaqo ishlashni to'xtatadi. UBN, Alpha Bay va Hansani ishlash to'xtatgani haqida aytib chiqishadi. Darknet bu yomon yoki faqat yomon narsalar joylashgan joy emas. Internetda odamlar o'z fikrini aytadigan joy bo'lish kerak. Lekin Alpha Bay'ga o'xshaydigan saytlar Darknetni faqat yomon tarafini ko'rsatadi. Alpha Bay yopilishi bilan 10 tadan ko'proq boshqa dark webda magazinlar ochildi. Chunki odamlarga kerak bo'lgan narsalar u yerda sotiladi. Narkotik, soxta pullar, qurollar, o'g'irlangan kartalar, millionlab odamlar bu narsaga muhtoj. Alpha Bay va Hansa yopilishi bundan ham katta magazinlar ochishiga yordam berdi. Masalan, Gidra, uni aboroti Alpha Bay'dan 2 barobar ko'p edi, lekin 2021-yil uni FBR baribir ham yopadi. Shuning uchun hozir ham Darknet qiroli qidirilib kelmoqda va yangi qirol Disney bo'lishi mumkin. 2021-yil u qaytadan Alpha Bay'ni ochdi va u hali ham ishlab kelmoqda. Men esa sizlarga bunaqa saytlarga kirishni, ko'rishni va u yerdan noqonuniy narsalarni xarid qilishni umuman maslahat bermayman. Qonunbuzarlik nimalarga olib kelishini ko'rdingiz deb o'ylayman. Sizlar bilan esa Aziz Habibullayev Togun Hiya kanalida edi. Agar videoni shu yerigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq videolar chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga katta rahmat.